Assalomu alaykum. 2-sinf ona tilidan 28-mavzu Olimpiada o'yinlari. Olimpiada o'yinlari. Bir oydan so'ng yozgi Olimpiada o'yinlari boshlanadi. Maza qilib tomosha qilamiz. Sherzod. Dada, Olimpiada o'yinlari nima? Bu o'ziga xos sport musobaqasi. Olimpiadaga o'yinlarni har 4 yilda bir marta o'tkaziladi. Dunyoning turli nuqtalaridan kelgan minglab sportchilar ishtirok etadi. Sherzod: voy, juda ham katta musobaqa ekan-da. Ha, dunyodagi eng katta sport musobaqasi. Sherzod: bu musobaqa haqida yanada ko'proq bilgim kelyapti. Iltimos aytib bering, dada. Yaxshisi, akang Temurdan iltimos qilamiz. Bizda Olimpiada o'yinlari haqida taqdimot qilib beradi. Olimpiada o'yinlari haqida nimalar bilasiz? Olimpiada bu sport o'yinlari. Olimpiada bu bir-biri bilan o'tkaziladigan musobaqa. Qanday sport turlariga qiziqasiz? Albatta, biz maktabda turli xil sport o'yinlarini o'ynaymiz. Voleybol, basketbol, shashka, shaxmat va ana o'shanga o'xshagan o'yinlarga qiziqamiz. Olimpiada chempionlarini bilasiz? Albatta, Olimpiada chempionlari O'zbekistonda juda ham ko'p. Biz bularni sanab sanog'iga yeta olmaymiz. Albatta, buni birgalikda ota-onamiz bilan topib, o'zimiz o'ylab qo'yishimiz kerak. Yaqinda mana kurash bo'yicha o'tkazilgan Olimpiada o'yinida bizning qizimiz Diyora Keldiyarova, Layla Sobirova kabi qizlarimiz jahon chempionat o'yinlarida ishtirok etib, Olimpiadada birinchi o'rinlarni olib egallab kelishdi. Sizningcha qahramonimiz taqdimot qanday bo'ladi? Qahramonimiz taqdimoti qanday bo'ladi deydi. Taqdimot degan so'zni biz hozir bilib olamiz. Birinchi mashq: taqdimot bilan tanishing. Mana bu joyda bolalar sport o'yinlari bilan shug'ullanib turibdi. Masalan, birinchi turgan bolamiz basketbol, keyingisi esa obrij o'yinlari o'tkazmoqda, keyingisi esa voleybol va tennis o'yinlarini o'rganish arafasida turibdi bolalarim. Taqdimot biror narsa, voqea yoki ish faoliyati haqida atroflicha ma'lumot berishdir. Taqdimot tushunarli, qiziqarli va foydali bo'lishi kerak. Shuning uchun taqdimot qilayotgan odam turli ko'rgazmali qurollar, rasmlar, chizmalar, buyumlar va video roliklardan foydalanish mumkin. Shunday qilinsa, tinglovchilar zerikib qolmaydi. Aytayotgan narsalarni oson tushunadi. Biz bu joyda taqdimot haqida ozgina bo'lsa ham tushuncha oldik. Albatta, bizga aytadiki, o'sha musobaqa qiziqarli bo'lish uchun o'zining qurollari, rasmlari, chizmalari, video roliklari bo'lishi kerak deydi. Temurning Olimpiada o'yinlari haqidagi taqdimoti qanday o'tdi? Mana hozir o'qib chiqdik. Bu albatta o'zi rasmlar chizgan, chizmalar bilan o'sha sport o'yinlarini tasvirlagan, video roliklar tashkil qilgan. Biz bundan juda xursand bo'lib o'rganib oldik. Taqdimotning qanday bo'lishini bilib oldingizmi? Ha, albatta. Taqdimot albatta o'sha o'tiladigan o'yinni rejaga o'xshab tuziladigan bir kerakli, bizlar uchun kerakli. Temur yana nimalar haqida aytsa, taqdimot qiziqroq chiqar edi. Xo'p, yana u nimalarni aytish mumkin edi? Bu yerda ishtirok etuvchilarni ko'rsatsa bo'ladi va qanday sport anjomlaridan foydalanish kerakligini aytsa bo'lardi va hokazo. Uyga vazifa: biror sport turi haqida taqdimot tayyorlashga harakat qiling. Sport turi haqida taqdimot. Uyga vazifa: futbol haqida. Ishtirok etuvchilar 11 ta o'yinchidan iborat. Bitta darvozabon, formasi hammasi bir xilda, kaptuklar soni o'yinda bitta bo'ladi, trener bitta, sudya bitta. Mana shu kabi ko'rsatmalar berilib borilsa, taqdimot bundan da chiroyli chiqadi. Siz ham o'zingizning bilgan tarzdagi taqdimotingizni yozing.
İkinci mashq taqdimot bilan tanishing. Tasavvur qiling, siz avtomobil zavodining rahbarisiz. Sizning zavodingizda yangi rusumdagi avtomobil ishlab chiqarildi. Siz bu avtomobil xaridoriga ta'riflab berishingiz kerak. Aytingchi, siz qanday taqdimot qilasiz? Mashina haqida o'sha zavodning rahbari taqdimot bermoqda. Nomi nima? Masalan, Lacetti masalan. Rangi qanday? Oq yoki qora? Tezligi qanday? 300, 350, 200, 250 tasvirlab berasiz. Boshqa avtomobillardan ustun tarafini bormi? Albatta, Lacetti hamma avtomobillar ichidagi eng chiroyli tuzilgan avtomobil ekanligini biz azaldan yaxshi bilamiz. Xo'p, 3-chi mashq taqdimot matnini yozing. Mana bu joyda sport anjomlari turibdi. Boks perchatkasi, ya'ni qo'lqopi. Xo'p, undan keyin yonida o'sha palvonlar ko'taradigan toshlar, raketka turibdi, krossovka, yonida esa kaptok va yonida esa yana soat turibdi. Biz bu to'g'risida taqdimot yozib berishimiz kerak. Xohlagan bittasidan. Masalan, bu joyda 3-chi mashqda kaptok anjomini oldik. Kaptok futbol sport o'yinida kerak bo'ladi. Dumaloq shaklda charm kaptok. Futbol o'yinida 11 ta o'yinchi shu kaptokdan foydalanadi. Yana boshqa o'zingizga kerakli foydali so'zlardan ham taqdimot tuzishingiz mumkin. O'zingiz sevgan sport turi haqida kichik matn tuzing. Hamma o'zining yaxshi ko'rgan sport bo'yicha matn tuzish kerak. Kimdir basketbol, kimdir voleybol, kimdir yengil atletika, kimdir suzish bo'yicha har xil sport o'yinlarini bilib, o'shanga siz mashq bajaring. Uyga vazifa. Men sevgan sport. Men suvda suzish sport o'yinini juda yaxshi ko'raman. Yozda har yili suzishga qatnashaman. Suzishning o'z maxsus kiyimlari bor. Boshga rezinadan shapka, o'zining suzish kiyimlari, oyoqqa ham maxsus rezina tapochkalar bo'ladi. Suzishga borganda albatta u yerda o'z ustozi bilan har bir mashg'ulotlar bajariladi. Suzish mening joni dilim. Mana shunday qilib siz mashqni bajarib qo'ying. 4-chi mashq rasm va ma'lumotlarga qarab taqdimot qiling. Mana bu boksyor aka. Xo'p, boksyorlardan kimlarni bilasiz degan savollarga o'zingiz albatta qidirib topib bilsangiz, o'z so'z boyligingizni oshirasiz degan umiddaman. Hasanboy Do'smatov 1993-yil Andijon viloyatida tug'ilgan. Bokschi, 49 kilogramm vaznda jang qiladi. 2 karra Osiyo chempioni. Olimpiadada o'yinlari oltin medal sovrindori. Ya'ni bu joyda aytmoqchiki, oltin medal sovrin bilan ham mukofotlangan va shu kabi o'ziga kerakli tegishli taqdimotlarni berishimiz mumkin. 5-chi mashq rasmlarga qarang. Berilgan sport turlari haqida bittadan gap tuzing. Mana bu joyda turli sport o'yinlari turibdi. Birinchi basketbol, erkin kurash, velosport, suzish va yana oxirgisi yengil atletika. Biz bu sport o'yinlarini albatta bilamiz. Albatta televizorlarda sport o'yinlarini bizlar ham ko'rib boramiz. Olimpiadalarda bo'lsa albatta televizorimizni o'chirmasdan ko'rishga harakat qilamiz. Chunki sport hammaning sevimli o'yini. Mening o'rtog'im Nodir basketbolni juda yaxshi ko'radi. Karim erkin kurashdan olimpiadada chempion bo'ldi. 4-chi suzishning o'z qonun qoidalari bor. 5-chi Kozim aka yengil atletikadan ustozlik qiladi. Va shu kabi o'zingiz xohlagan sport o'yinlaridan gaplar tuzib qo'yishingiz mumkin. 6-chi mashq topishmoqlar javobini toping. Olimpiada chempioni bo'laman.
Boks eng qadimiy sport turlaridan biri hisoblanadi. Ming yillar oldin ham qadimgi Misr va Yunonistonda qo'l yangi bo'yicha 6 mashq topishmoqlar javobini toping. Olimpiada chempioni bo'laman. Boks eng qadimiy sport turlaridan biri hisoblanadi. Ming yillar oldin ham qadimgi Misr Yunonlarda qo'l jangi bo'yicha musobaqalar o'tkazilgan. Zamonaviy boksning vatani Angliya hisoblanadi. 1719-yilda angliyaliklar bokschi James Fig boks akademiyasini tashkil qilgan. Lekin o'sha davrda bu sport turi juda beshafqat bo'lgan ekan. Jangda hozirgiday maxsus charm qo'lqoplar bo'lmagan. Boksyorlar quruq musht bilan zarba berishardi. Ammo 1867-yilda boks sportining hozir biz bilgan qoidalarini ishlab chiqariladi. Bunga ko'ra sportchi jang maydoniga qo'lqop bilan chiqishi qat'iy belgilab qo'yildi. 1905-yilga kelib boks sport olimpiada o'yinlariga kiritildi. Jajji akademik jurnalida. Bu joyda olimpiada haqida sizga tushuncha berildi. Boks nima, undan qanday foydalanadi, nimalar bilan masalan qo'liga qo'lqop kiyib albatta o'ynalishini bizga eskartirib o'tdi. 1905-yilda olimpiadaga bu sport o'yini kirgizilganini ham bilib oldik. Matndagi ma'lumotlardan foydalanib boks sport haqida taqdimot matnini yozing. Taqdimotda qanday ko'rgazmali qurollardan foydalanish mumkinligi haqida o'ylang. Nimalar haqida gapirishingiz taqdimotingiz qiziqarli chiqishi mumkin. Bu savolga javob izlang. Albatta bu savolga mana shu kitob orqali javob berishimiz mumkin, taqdimotimiz mumkin. Boks bu ikki insonning bir-biri bilan kurashi, qo'l kurashi. Bunda bizga kerak bo'ladi perchatka va tishini mahkam ushlab turish uchun, tishiga zarba tegmasligi uchun o'zining maxsus o'zining maskasi bo'ladi, uni kiyib olish kerak. Shu kabi kerakli taqdimotlardan foydalansangiz bo'ladi. 7-mashq. Rasmlarga qarab kichik hikoya tuzing. Albatta mana bu joyda rasmlar turibdi. Bu rasm asosida bizlar hikoya tuza olamiz. 7-mashqni shunday tasvirladim. Erkin kurash. Nozim yoshligidan erkin kurashda qatnashib kelgan. U o'zining sportga bo'lgan qiziqishi tufayli doimo musobaqalarga ishtirok etib keladi. U yaqinda chet ellarda bo'lgan musobaqada ishtirok etdi. U olimpiadada birinchi o'rinni egalladi. Ota-onasi juda xursand bo'ldi. Unga olimpiadada turli maqtovlar berishdi. O'zbekistonimiz bayrog'ini baland ko'tarib, o'zbek xalqini borligini sport o'yinlarida ko'rsatib berdi va jahon chempioni degan nomga ega bo'ldi. Mana bu joyda 8-mashq. Guruh bo'lib bajaring. Sinf 2 jamoaga bo'linib taqdimot tayyorlash bo'yicha musobaqa qiladi. Taqdimot tayyorlashni biz oldingi mashqlarda o'rganib oldik. Albatta siz bu joyda musobaqa o'tkazasiz. Har ikki jamoa futbol sport haqida taqdimot tayyorlashi kerak. Taqdimot katta oq qog'ozga tayyorlanadi. Ishtirokchilar qog'ozga turli rasmlar chizishi, suratlar yopishtirishi va ma'lumotlarni yozishi mumkin. Kimning taqdimoti chiroyli va sifatli chiqsa, shu jamoa g'olib deb topiladi. Ana hurmatli aziz mening 2-sinf o'quvchilarim. Bugungi ona tilidan 28-mavzu. Oxirgi mavzumiz bilan ham tanishib oldik. Ya'ni olimpiada o'yinlari, sport o'yinlari taqdimot haqida tushuncha oldingiz. Albatta bu ham bizga juda zarur bo'lgan mavzular edi. Endi 2-sinfni bitirib 3-sinfga o'tdingiz hisob bo'ldi. Keyingi yili 3-sinfda uchrashguncha xayr mening aziz o'quvchilarim.